Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, hammalarga kun xayrli hamda barakatli bo'lsin. Mana Akbarobod fayz shifo klinikasi. Ko'pchilik qayerda deb so'rashyapti. Farg'ona viloyati Quva tumani Akbarobod qishlog'i eski Sariq band silsilalaring hamma tushunadi. Tashrif buyurganmiz, sababi bugun detskiy vrachimiz tashrif buyurgan. Ko'riklar mutlaqo bugun va erta indin xudo xolasa tekin deyishyapti. Tekinga ko'rishadi. Bemalol farzandlarni olib chiqaverasizlar. Mana bugun xudo xolasa shuncha odam yig'ilgan, mana kelishyapti. Ko'pchilik tashrif buyurishyapti. Xudo xolasa vrachni o'zini ham ko'rsatib o'tamiz. Vrachlarni o'zini ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rik bo'lyapti o'zi? Ha, bo'ldi. Mana vrachimiz oldiga ham tashrif buyuramiz. Assalomu alaykum doktor. Ana. Lekin bor, tomog'ida g'ijinlar. Necha yosh bo'ldi? Past. So'rash. To'g'ri o'tkazasiz, erkin bo'lsin. Ha, hayır, bosh. Alo. Nechaga kirding? Orqa tomonda eshitdim. Uchoq yo'l o'tdi. Mana qarasam, shunday shu. Ayni işte antibiyotikler aldı. Ahırına da sirkülasyon onu aldı. Doğru düşünüyorum. Ben size bir tablet yazıyorum. Şu tabletken böyle çekeceğiz. Keyin bo'lsa, kuzda ham shunaqa holat bo'lgan, bo'lmaganmi? Bo'lgan, ko'p bo'lyapti. Asosiysi haligi kuz bahor mavsumida bo'ladi. Havo almashtirgan bo'lganmi so'raychi? Bunda beryapti. 9-chi qachondan beri? 15 kunga qoldi. Necha oylik bu bola? O'zingiz bolangiz-a? Shunaqa bo'lma xabar bo'ladi. Endi bu narsa bola sekin katta bo'lgan sari o'sha boshqa suv bilan so'rilib, 1 yoshdan o'tgandan keyin o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Hozir men tomchi dori yozib beraman, ana shuni profilaktika sifatida ham hozirgi kunlarda ham 2 tomchi bunga tomchi ursa, bunga tomchi bo'lib qoladi. Bu xavfli narsa emas, xavfliligi o'sha aytganimdek, buni to'sib qolib, og'iz bilan infeksiya bo'lib qolishi ehtimoli ko'p. Kimga sen? Çok ya.
setyapti, kiradi. Bundan keyin mana bor, bir teng tug'ilishga bir kunlik umras taqilganlar bo'yicha. Bola gapiradi yoki gapirmaydi, gapiradi, chala gapiradi. Qaysi? Chala gapiradi. Chala gapiradi. Chala gapiradi. Rana aytadi. 3 yoshdan o'tdi. Ha, o'tdi. Chala gapiradi, savollarga javob beradi, o'qadi, tushunadi. Tushunadi. To'g'ri gapirishda necha yosh bu? Tushunadi. Qaraysan. Oting nima? Ha? Menga qara. Tilingni tevaga ko'tarchi. Tepaga. O, yasha. Bo'ldi. Inson tushuntiramiz. Uni yo'qizini cho'tib. Ishmahat deyapti-chi. Chicha, tez. Rangi. Rangi ko'p ketdi, sarig'i edi. Ha. Yo'q, chiqyaptimi o'ylanyapti. yo'talmayaptimi? Yo'q, yo'talib qoldi. Yaqinda antibiotik parashyutda aytishdi. Ha. Necha oylik? 6 oylik o'tdik. Bechalaga to'lib 6 oylik o'tdik. Bu ko'kalish qachondan beri bor? E'tibor berdingizmi? Keyin mana betlarini qarang, Tushundim, shu qachondan beri bor? tomircha yaqinda chiqdi. Ko'kalishchi. Ko'kalish nima? Kel. Qizim erkalanadi. Nima qilyapsan? 4 yosh, 1 yosh, 2 oylikda to'rtchon qilingan. Infeksiya. Yaqinda qachon chiqdik? 2 hafta bo'ldi. Homilador yotib chiqdik. Keyin yaxshi yemaydi. Mana yurganda charchab qoladi. Charchaganda o'tirib oladi. Isitma chiqdi. Tushmaydi-da. Isitma. Ancha tushmaydi. Ishtaha Yo'q. Pashti yo'q. Topshirgan qachon oxirgi marta analiz topshirgan? Yaqin topshirdik. Qayerda? Aslida. O'sha bor ekan deyishdi. O'zi 1 yoshli 2 oyligidan ashundan beri chiqaveradi. Sizga birorta doktor aytganmi, to'rchi infeksiyani davosi yo'q degan? Faqat uni titrini pastlatib turamiz xolos. Uni hech qanaqa davosi yo'q. Asosan bolaning immunitetini ko'tarsak, yegizsak, ichsak, keyin sekin o'zi yaxshi bo'lib ketadi deyishgan. Yillar davomida. Biror marta gamma ukol olganmi? Ya'ni immunomodulator. 4 ta olgan. 4 ta olgan, bir oyda. Bir oy. Haftada bir marta. Ha, 5 kun. Kelaverasizlar Akbarobod fayz shifo klinikasida detskiy vrachimiz tashrif buyurgan. Mana tekinga ko'ryapti. Bugun tekin, xudo xolasa kelib farzandlarni ko'rsatib ketaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.